Men Lahzat Qamov, tadbirkor, startaper, IT va hozirgi paytda bir maslahatchi bo'lib ishlayman. Muvaffaqiyat omil va sabablari ko'p bo'ladi, lekin bulardan bir ustunlarning eng kattasi bu bilim. Chunki bu xatolarni kamroq qilishga va sizni ishingizni bir tizimlashtirishga va undan tashqari bilim darajasida olgan networking, ya'ni yoningizdagi hamfikrlar yoki boshqacha fikrlaydigan insonlardan o'rganiladigan bir tizim desa bo'ladi. Shuning uchun bu har tomonlama, nafaqat bilim olishda, balkim o'zini odam shu muhitga qo'yishga, tahlil qilishga va boshqalarga bir jarayon bo'lganligi uchun mening o'zim shaxsiy hayotimda bu asosiy bir omillardan bittasi. Birinchidan 18 yoshda bo'lganimda men ingliz tilida shunchaki bir kerakli bo'lganini bilmaganman, chet tillarini. Shuning uchun 18 yoshligiga telefon qilib tillarni o'rgan, ingliz tili, arab tili, xitoy tili tillarini o'rganishga berardim va hayotda qismini kitob va bilim o'rganayotganda bilimdonlar, ya'ni o'zingdan aqllilar mahallasida o'tirgan, o'zingdan aqlliroq jamiyatda bo'lgan deb bilardim. Shunaqa o'zing aqlli emas boshqalarga nisbatan, sen boshqalarga nisbatan eng aqlsiz bo'lgan jamiyatda ko'proq o'tirgan deb aytardim. Judayam nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda tanish bilish bu katta ahamiyatga ega. Ya'ni tanish bilish nima degani? Olaman, beraman. Bir jamoada bo'lib ulushish masalada qancha bo'lsangiz, shuncha ochiq bo'lib, shuncha olasiz. Tanish bilish deganda shuni tushunaman men. Tayyor biznesmen o'qishga kirmasda ham bo'la oladi, lekin mukammal biznesmen yoki komillikka borayotganda muvaffaqiyatliroq, baxtliroq bo'lish uchun albatta bilimga tayyorgarlik bo'lsa, ancha yaxshiroq bo'ladi. Bizda maktabda kirganimizda bo'lardi o'qish va yana o'qish. 18 yoshda juda ham bir zo'r vaziyat, chunki sizlarda hali yosh bolalaring yo'q, sizlarda qari ota-onalaring yo'q, sizlarga muhtoj bo'lib turgan. Lekin shu nimaga 18 yoshda kiradi? 25 yoshgacha hali uylanmasdan, hali bunaqa bir mas'uliyatni olmagan inson bo'lgan uchun sizlarga bu shunaqa fursat beriladiki, bilim, ilm olish. Undan keyin juda ham qiynaladi odam, chunki uni bola chaqasi bor va qari ota-onasi bor. Shpagat emas, uch tomonga tortilib ketadigan insonga aylanadi. Fursatdan shuning uchun foydalaninglar, o'qinglar va tajriba orttiringlar.